Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan endi ikkinchi artiklimizni batafsil maydalab tahlil qilib o'tamiz. Bu ikkinchi artiklimizga globalization temasini tanladim. Aynan shu tema 2024-2025-yillarda writing taskiga savol turida tushganda ko'pchilik qiynalgan. Masalan, 2025-yil aprel oyida aynan shu savolga asoslangan taskiga savol turi tushganda ko'pchilik nima yozishni bilmagan. Umuman globallashuv degan narsa nima ekanligini tushunib yetmagan. Bu mavzuni ikkiga bo'ldim. Bugun globallashuvning plus tomonlari haqida gaplashsak, keyingi 3-artiklda esa globallashuvning minus tomonlarini ham gaplashib o'tamiz. Albatta, birinchi o'rinda plus tomonini bir yaxshilab tushunib olish kerak bo'ladi. O'shaning uchun mavzu ham The Good Sides of Globalization. Globallashuvning, demak, plus tomonlari. Uni boshladik. Globalization is a word we hear often. Demak, globallashuv degan so'z biz doim eshitadigan so'z ekan. It seems that countries and people around the world shunaqa deb tuyular ekanki, dunyo bo'ylab odamlar va mamlakatlar are becoming more connected. More connected degani odamlar bir-biriga bog'lanib ketyapti. Ya'ni siz O'zbekistonda turib bemalol boshqa davlatdagi insonlar bilan aloqa qila olishingiz. Aloqa deganda faqatgina salom-alik emas, balki biznes nuqtai nazaridan o'qish. Siz O'zbekistonda turib boshqa davlatda o'qishingiz mumkin onlayn. Va hokazo. Connected degan so'zning orqasida juda ko'p ma'no bor. They share things like goods, ideas, information more easily. Endi mana shu yerda uzoqlab ketyapti. Ular degani kim? Odamlar, dunyo bo'ylab odamlar. Tovarlar, g'oyalar, informatsiyalarni osonlikcha bir-biri bilan baham ko'ryapti. This connection has many good sides. Bu aloqadorlikni, bog'liqlikni juda ko'p plus tomonlari bor. O'shancha e'tiborga olsangiz, rasm ham aynan shunga nisbatan olganman. Dunyoning bir chekkasida turib boshqa insonlar bilan muloqot qilishingiz yoki aloqa qila olishingiz, biznes yuritishingiz, shu kabi narsalar o'z ichiga olishi mumkin. Eng katta plus tomonlardan biri bu iste'molchilar uchun imkoniyat doirasi kengligi. Ya'ni more choices degani imkoniyat doirasi ko'p ekan. Before olden, you could only buy products made in your own country. Faqat o'zingizning mamlakatingizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib ola olgansiz xolos deyapti. Hozirchi thanks to degan so'z bu tufayli, sababli ma'nosida keladi. Globallashuvning hisobiga, ya'ni globallashuv sababli you can buy clothes from Vietnam, electronics from South Korea or fruit from South America. Siz o'z davlatingizda turib boshqa davlatlardan, Koreyami, Vietnammi va hokazo mahsulotlar sotib olishingiz mumkin. Kiyimlar, elektronikalar yoki Amerikadan kelib bo'lsa mevalar sotib olishingiz mumkin deyapti. This gives people many more options for shopping, makes life more interesting. Bu narsa insonlar uchun shopping qilish uchun juda ko'p imkoniyatlarni taqdim qiladi va hayotni esa yanada qiziqarliroq qiladi deyapti. Demak, bu narsalar globallashuvning orqasidan kelayotgan narsa ekan. Another good thing is that prices can become lower. Yana bitta plus tomoni shuki, narxlar juda arzonroq bo'lar ekan. Nima hisobiga? When companies can produce goods in different countries or import them easily, agar kompaniyalar boshqa davlatlarda mahsulotlar ishlab chiqarsa va arzon narxda import qilsa, import degani boshqa davlatdan o'zining davlatiga biror narsa sotib olish. Arzon narxda sotib olsa, there is more competition. Raqobat ko'proq bo'ladi deyapti. Aynan shu raqobat, this competition often means that companies try to sell their products at better, lower prices to attract customers. Demak, bu raqobat hisobiga ko'p o'sha kompaniyalar o'zlarining mahsulotlarini yaxshiroq va arzonroq narxlarda sotishga harakat qilar ekan. Maqsad mijozlarni o'ziga jalb qilish. So, people can buy things they need for less money. Shu sababli insonlar o'zlariga kerak bo'lgan mahsulotlarni arzonroq narxda, ya'ni kamroq pulga sotib olishlari mumkin deyapti. Endi keyingi qismiga o'tdik. Globalization also helps new ideas, technologies spread quickly. Globallashuv degan narsa yangi g'oyalar va texnologiyalarni keng, tez tarqalishiga ham yordam berar ekan. Bu nima degani? If a new medicine is developed in one country, agar birorta davlatda, birorta meditsina sohasida dori ishlab chiqariladigan bo'lsa, it can soon be available in many other countries. Bu narsa boshqa davlatlarda ham tezda mavjud bo'lar ekan.
If a new way to build cars is invented, ya'ni mashinalarni ishlab chiqarishning yangicha yo'li kashf qilinsa, factories around the world can learn and use it. Butun dunyo bo'ylab fabrikalar bu narsani o'rganib, amalda ishlashlari mumkin deyapti. This helps everyone benefit from progress faster. Bu narsa barchaga birdek manfaat keltirar ekan, ya'ni progress faster degani tezroq rivojlanishdan unumli foydalanish mumkin. Unda davom etamiz. Furthermore degani bundan tashqari, globallashuv degan narsa madaniy almashishlarga yetaklar ekan. Cultural exchange nima degani aslida? You can try food from different countries in your city. O'zingizni shahringizda turib, siz boshqa davlatning ovqatlarini tatib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda ham koreyskiy yoki xitoycha, boshqa italyancha deymiz, boshqa millat vakillariga tegishli bo'lgan ovqatlar ham pishirilyapti-ku, to'g'rimi? Xuddi shu narsa nazarda tutilyapti. Listen to music from all over the world. Butun dunyo bo'ylab siz bemalol musiqa tinglashingiz mumkin. Watch movies made in other languages. Boshqa tillarda ishlab chiqarilgan kinolarni ko'rishingiz mumkin. Bular hammasi globallashuvning oqibatida. People learn about different traditions, customs and ways of life. Shu qo'shiqlarni ko'rib, tinglab, kinolarni ko'rib, ovqatlarni tatigan holatda insonlar, ya'ni o'sha insonlar madaniyatlarni o'rganishi mumkin. Urf-odatlarni o'rganishi mumkin, hayot tarzlarini o'rganishi mumkin. This can help people understand each other better and feel more connected to the rest of the world. Bu narsa, ya'ni shu tariqa madaniyatni o'rganish insonlarni boshqa bir-birlarini tushunishga yetaklaydi. Ya'ni siz xitoycha ovqatni yeb yoki xitoycha kinoni ko'rib, ularning urf-odati bilan tanishyapsiz. Demak, xitoyliklar bilan siz bir-biringizni tushunishingiz yaxshiroq bo'ladi. Odati qanaqa salomlashadi, qanaqa ovqat yeydi, shu kabi narsalarni tushunib yetasizmi? Demak, bir-biringizni tushunishingiz osonroq bo'ladi, deyapti. Va dunyoning qolgan qismiga nisbatan siz o'zingizni bog'liq ekanligingizni his qilasiz. Ya'ni bir dunyoning bir a'zosi ekanligingizni his qilasiz, deyapti. Finally, globalization can bring economic growth and jobs. Va nihoyat globallashuv degan narsa iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish va ko'proq ish imkoniyatlari olib keladi, deyapti. When companies expand to new countries, kompaniyalar boshqa davlatlarga kengaysa, masalan, Samsung kompaniyasining o'zining filiali O'zbekistonda bor yoki Apple Xitoyda bor yoki Hindistonda bor. Ya'ni kompaniyalar o'zining filiallarini boshqa davlatlarga barpo etsa, they often create new jobs there. Aynan shu kompaniyalar o'sha davlatda yangi ish imkoniyatlarini keltirib chiqaradi. Demak, u kompaniyada ishlaydigan xodimlar kerakmi? Demak, o'sha mahalliy insonlarni ishga olish mumkin degani. For example, a car company from Japan might build a factory in Mexico. Misol uchun, Yaponiya mashina ishlab chiqaruvchi kompaniya Meksikada o'zining fabrikasini quradigan bo'lsa, mahalliy ishchilarni ishga oladi, deyapti. This can help boost the economy in different parts of the world. Demak, bu narsa dunyoning turli qismlarida iqtisodiyotni o'sishga yetaklaydi. Boost degani increase ga sinonim bo'ladi. Eng oxirgi qismiga keldik. In conclusion, xulosa qilib aytganda, globallashuv, ya'ni dunyoni kichikroq qiladi va bir-biriga bog'liqlikni oshiradi. Kichikroq qiladi degani bu siz O'zbekiston turib agar xitoycha ovqatni tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Xitoyga borishingiz shart emas. Xitoycha restoranga borasiz. Ya'ni masofa qisqardi degani. Siz O'zbekistonda turib Xitoy tovarini zakaz qilishingiz mumkin. Ya'ni siz Xitoyga aynan chipta sotib olib borib kelishingiz shart emas. Ya'ni bog'liqlik oshyapti. Bemalol onlayn zakaz qilsangiz bo'laveradi. Shu tariqa more connected and more smaller bo'lib ketyapti dunyo. It brings more choices, ko'p imkoniyatlar olib keladi. Potentially lower price. Potentially degani katta ehtimol bilan arzonroq narxlar. Faster spread of new ideas. Yangi g'oyalarning keng tarqalishi. Rich cultural experiences. Boy madaniy taassurotlar. Ya'ni taassurot degan boshdan kechirmalar. Siz masalan experience deganda xitoycha ovqatni tatib ko'rish uchun Xitoyga borib turib experience olsangiz, o'sha narsani o'zingiz davlatingizda ham experience olsangiz bo'ladi, deyapti. And new job opportunities va ko'p ish imkoniyatlari ham mavjud bo'lar ekan. These are important reasons why globalization is a positive force for many people. Aynan shu narsalar, globallashuv degan narsa ko'p insonlar uchun ijobiy kuch sifatida, ijobiy
vosita sifatida xizmat qilish uchun asosiy omillar hisoblanar ekan. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Aynan shu kabi maqolalar sizga ko'proq kerak bo'lsa, Telegram tarmog'imizga ulanib olishni sizga maslahat beraman va doimiy ravishda PDF shaklda Telegram kanalimizga joylab boramiz va video tarjimasini esa YouTube kanalimizga joylab boramiz. Endi Telegramni topish uchun Telegramga kirib, Nozimjon's blog deb qidiradigan bo'lsangiz, maxsus Telegram kanal kelib chiqadi.